zombilar egallab oldi. Ammo mutant zombilarga qarshi kurashib yashab qolishim kerak. Hozir men orqadagi vertolyotga o'tirib, orolga tushib olishim kerak. Orolmi, короче, yer sayyorasimi, o'shanisiga bir bolosiga. Короче, ketdi, davay. Tushamiz. Yo-mayo, brat tujib mana shunaqa joyga tashlab ketdi bizani. Bu atrofda hali zombi-pombi boshqa narsalar yo'q. Lekin daraxt ustidan aniq qilib ketibdi, spawn qilib ketibdi. Bunisi yaxshi emas. Agarda sizlarga shu karta kerak bo'lsa, meni Telegram mod kanalimda bo'ladi. Olib bemalol o'ynasanglar bo'ladi. 120, 121 ga ham tusharar ekan. Xo'p, men hozir bitta ochiqroq joyga chiqib olishim kerak. Chunki bu meni eng yomon ko'rgan biyomim va bu yoqda zombilar cho'ta chiqmayapti hali. Lekin bunda oldin o'ynab ko'rganimda zombilar sirazi spawn bo'lishni boshlagandi. Mana. Ko'rasizlar mana zombi. Bratchi, nima gap? Bu короче temas ekan uncha. Bo'ldi, o'ldi brat. Xo'p, mana kelyapti shu zombilar. Ko'rasizlar, sizlar uchun atalib oddiy zombilar emas, qiziqroq bo'lish uchun mana shunaqa bir g'alati zombilarni qo'shganman. Buning uchun albatta bitta like bosinglar va kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki tezroq 50 mingta bo'lishimiz kerak. Agarda 50 mingta bo'ladigan bo'lsak, mana shu videoning ikkinchi qismini ukam bilan olamiz. Sizlarga qiziq bu, menimcha ukam bilan o'ynasam, o'shaning uchun ham hozir o'zida likelarni bosib, obunalarni dirsilatib tashaverasizlar. Ishonaman, sizlarga 10 mingtadan oshiq like qilib bersanglar, xursand bo'lgan bo'lardim. 2 sekunddan vaqtingiz ketmaydi, shunda pastga tushasizlar, ikkita knopkani bosib qo'ysanglar bo'ldi. Like, obuna. Shu, sizlardan boshqa hech bola ketmaydi. Agarda bu mod kerak bo'lsa, pastda kommentariyada silka bo'ladi. Mod kanalimga, Telegramdagi mod kanalimga o'tasizlar. Shuni silkani ustiga bosib Telegram kanalimga o'tsanglar, shunda turibdi mana shu mod. Olib ishlatasizlar. Mana suv qaranglar, chiroyligini. Wow, вообще boru. Cho'milgilaring ketadi-da. Xo'p, bo'pti. Hozir biz уже baza qurishga harakat qilishimiz kerak. Bazalar qurib atrofini o'rab bir chiroyli qiladigan bo'lsak, zombilar bizga uncha xatar yetkaza olmaydi, ya'ni xalaqit bera olmaydi survival qilishimizga. Va bizda boshpana ham tayyor bo'ladi yo'q-yo'q. Opa bilan olamiz, yaxshi. Tez orada chanklar jangi ikkinchi qismi ham chiqadi. Prosta uni ustida ozgina ishlash kerak. Kartasini qurish kerak. Qurish ham o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun ozgina kutib tursanglar, sekin-sekin chiqaramiz. O'sha videodan keyin 40 mingta qilib berdinglar, gap yo'q. O'ylayman, to'g'risi bu videodan keyin ham 50 mingta bo'lsak kerak. Chunki sizlarga aytdim, mana shunaqa qiziq videolar chiqishini xohlasanglar, imini ukam bilan va nima deydi, 50 mingta obuna chiqib bersangiz bo'ldi. Zo'r videolar chiqadi. Yana Zombie Apocalypse videosini ikkinchi qismi chiqadi. Bu hozir birinchi qismi bo'lsa, ikkinchi qismida ukam bilan o'ynaymiz. O'shaning uchun ham hozir o'zida obuna bo'lib qo'yaveringlar. Bo'pti, короче, bo'ldi. Biz endi maqsadga qaytamiz. Ko'proq tosh olishimiz kerak hozirchaga, chunki pechka yasaymiz, ovqat pishir, kuydir, bu narsalar bo'ldi. Bizga ozgina ko'mir kerak. Bu yoqlarda ko'mir bormikan yoki deyum. Mana meva. Yaxshi, ikkita dona. Bularni bemalol ko'paytirsak bo'ladi. O'zimizga kerak bo'lsa, lekin hali beri kerak emas. Mana bitta ovqatlarimiz bor ozgina. Hozir kelyapti bratchikalar, miyasi ochilgan bratchikalar. Kellaring, davay. Bizda qurol ham bor mana bunaqa. Voy portlaydigan ekan. Otamiz. Yo'qol. Yo-mayo, kelishini qaranglar buni. Yo'qol maras. Qoch. Yomon paqillar ekan lekin. Bo'ldi, короче, bularga bilmayman uncha ta'sir qilmayaptimi cho'ta. Xo'p, bizga hozir bitta dona kirka kerak, keyin bitta topor kerak. Mana bu narsalarimizni tepaga olib qo'ysak ham bo'laveradi. Xo'p, toporni bo'tib qo'yamiz. Ovqatlarni ham ozgina tepaga olib qo'ysak, hozircha bizga kerak bo'lmaydi va endi qo'ylarni ovlashni boshlaymiz. Let's go. Sizlar videoga like bosinglar, obuna bo'linglar, kommentariyaga ham nimadirlar deb yozib qo'yinglar. Prosta o'qib, короче, zerikayotganimda o'qib bu narsalar qilib o'tiraman. Xo'p, go'shtlarni ham tepaga olib qo'yamiz. Chunki hozircha kerak. Voy, zombilar kelyapti-yu. Mana bu tomondan ularga xalaqit beramiz. Voy, urar ekan boshligi bilan. Voy, yo'qol maras. Voy, qochish kerak. Qoch. Voy, o'lama. Sekin bolalar o'zinglarni bosinglar. Men hali ko'p yashashim kerak. Men survival qilishim kerak ko'p o'tda. Sekin. O'zinglar bosinglar, men yashashim kerak hali. Bo'ldi, короче, ochiqroq joyga chiqib olishimiz kerak. Chunki oyog'i yo'qmi? Вообще, sen brachga o'zingga ket. Qoch. Yo'q. O'laman. Qoch. O'laman men hozir. Ukalarim xalaqit bermanglar menga, o'tib olamanlar. Voy, bu har tomondan zombilar kelyapti. Nima ko'p bular? Sal kamaysanglar bo'lmaydimi? Men ham odamman, yashashim kerak men ham. Survival qilishim kerak. Wow, lekin suvga 5, suvga necha 10 dan necha qo'yasizlar, kommentariyaga yozinglar mana shu suvga. Вообще chiroyli suv, obunachilar nima deysizlar shunga? Prosta let's play qilib video olishga harakat qilyapman, chunki nima deydi, ortiqcha montaj qilmasdan. Prosta sizlar bilan gaplashib, maza qilib, o'ynab, nima deydi, o'sha survival qilaman. Creeper bor ekan bu yerda, bu yoqdan o'tib ketamiz sekin, bu yoqqa o'tamiz. Men hozir uy qurish uchun
normalniroq, ya'ni baza qurish uchun normalniroq joy topib olishim kerak. Zombilarga otdi degan. O'tamiz a. Qochish kerak. Hozir, короче, eng qiyiniga qo'yib qo'yganman, o'shaning uchun zombilar вообще ko'p spam bo'lyapti. Nafas olishga ham qo'yishmayapti. Yo, nima deydi, aytganda. O'shaning uchun ham hozir sal ochiqroq joy topib olishim kerak. Hozir bu yerda yuqori bo'lmaydi, chunki nima deydi, hamma joyda daraxtlarni chopib o'tirish kerak. Keyin bizga kerakli joylarga ham uzoq bo'ladi. O'shaning uchun ham bir nima deydi, daraxtlarga yaqin va suvga yaqin joy bo'lsa, uy tekisroq mer bo'lsa, o'sha tomon moshni bo'ladi. Voy, mana bu skeletli zombilar. Qoch. O'zi meni o'ldirishadi bular. Opa, suvga tushib olamiz a. Lekin bular men ataylab kuzatib turgandek bo'ldimi, bilmayman, orqamdan quylashyapti. Hozir kech tushyapti. Uje tezroq boshpana topishim kerak. Chunki ko'ros leplab bo'lmayapti. Konservadagi ovqat yeb olamiz a. Qornimiz och. Konserva bo'sh ekan. Menimcha konservaga yana nimadirlar to'ldirsak bo'ladi. Adashmasam, o'sha darajamiz 11 bo'lib ketdi, yaxshi. Menimcha 20 qila olsak kerak bu videoning oxirigacha, yana bilmadim-ku. Qatdan tekis shu. Mana shu eng yoqmaydigan merlardan bittasi, eng yoqmaydigan joylardan bittasi bor-ku, biomlardan. Bilmayman, bir qilinch вообще bor, hozir zombilar kelib qolsa ham qocha olmay qolaman. Minusda ekan, bu meni o'ldirib ketadi. 5-6 tasi kelib, opani chiqamiz. Yaxshi. Sizlarga o'zi mana shunaqa zombi apokalipsis videolar yoqadimi-yo'qmi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. O'qiyman, agarda yoqsa, keyingi videoda o'sha normalniroq narsalar qo'shamiz, ya'ni qanaqadir avtomatlar, orужиялар qo'shishimiz mumkin yoki bundan-da qiyinroq qilib o'ynashimiz mumkin. O'shaning uchun yozib qoldiringlar. Men uchun qiziq o'qib chiqishga harakat qilaman hammasini. Atvet qaytara olmasam ham, lekin o'qib chiqishga harakat qilaman. O'shaning uchun kommentariyaga ham yozaverasizlar va videoga like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 50 mingta bo'lishimiz kerak. Xo'p, bo'ldi, men bu yoqqa chiqaman. Men bunaqasiga hozir, короче, yumshoqroq, yengilroq, bir chiroyliroq joy topishim kerak. Topganimdan keyin, voy. Oyog'i yo'q, men bilan teng chiqyapti. Krisa. Buni endi urmasak bo'lmas ekan. Yo'qol krisa. Bo'ldi. Bitta shapatga uxlaydigan ekan o'zi. Lekin mana shu joyda amallab chiqa olishim kerak. Mana shu joydan amallab ketib olsam bo'ldi, всё. Armonim qolmaydi bor-ku. Bo'ldi, mana shundan chiqib olayman endi. Uje kech tushdi va ana. Skeletlar ham paydo bo'lishni boshlayapti. Tema o'zi endi joni ko'payganda balovomi tegib. Xo'p, qorong'i tushib oldi va uje zombilar ham ko'payish boshlaydi menimcha. Ancha ko'paysa kerak. Hozircha ko'rinmayapti bu atrofda, lekin o'ylayman, to'g'risi bular ko'payib ketadi hozir. Xo'p, men bitta buzib, mana shu tomon sakrolmay qoldim. Mayli. Hech qisi yo'q, anta haqiqiy zombilar chiqyapti, lekin bu yoqda nima deydi? O'sha narginaqa nima deydi, mutant zombilar yo'q hozircha deb tursam, mana shu degan bir kerak. Yo'q, kerak ham bormi bu yerda? Yo'qol. Nima otmayaptiman bu? Qoch. Narigi betga o'tib olaylik. Keyin mana bunaqa g'alati bo'lib qolar ekan, qorong'i tushganda mana bunaqa qaltirab bir. Bilmayman nima unaqa bo'ladi. Qani mana buni o'qi o'zi. Yo'qol. Qattiq zombining ovozlari chiqyapti. Kellaring, biratish kelar. Lop. Man kenay, mana oling. Miyezdan. Ke bratish, man. Keling opa, men. Bo'ldi, oqda opa. Mana anu. Davay mashin bilan o'ynaymiz, ke bratishga. Aylanib ketdi, o'zim bu yoqqa. Davay, mazzalaringni qochirib tashlayman men senga. Mana bunda otsa bo'larmikin bratishga? O'q tegmayapti. O'l. Bo'ldi, молодец. Xo'p, mana boya aytganim, qorong'i tushgandan keyin mana shunaqa qing'ir-qiyshiq bo'lib qolar ekan, qaranglar mana bunaqa. Tipa bosh aylantirganga o'xshab bir qo'rqinchliroq qilib qo'yar ekan ozgina. Menimcha men baza qurishga ozgina joy topgandek bo'ldim-ku. Mana shu yerda sal tekisroq joy kerak. Davay, mana shu atrofdan tekisroq joy qidiramiz. Boshim ham aylantiryapti, realni bor-ku, haqiqiy hayotda. Mana buni qaranglar. To'lqin bir g'alati yotibdi bor-ku. Nima unaqa bilmayman. Xo'p. Mana shu moshni ekan. Kelaylik uxlaveramiz. Bizda verstak bor edi, lekin yo'q bo'lib qopti. Bilmayman, bo'jo'lab ketib qolganmi, qanaqadan chiqyapti. Yomon zombining ovozi chiqyapti bor-ku oldimdan. Haqiqiy zombi kelib qoldim deb o'ylayapman. Buni qo'yamiz. Uxlamayapti. Voy, zombi yo'q, hech qanaqa oldimda. Monsterlar yo'q. Qanaqasiga? Voy, kravatim qani? Kravatim osmonda nima qilyapti? Voy, kravatim yo'q bo'lib qoldi. Qaranglar, mana inventar tepasida turibdi. Qanaqa bo'ladi uni endi? Voy, uxladimmi kravatga shunaqa qilib? Endi uxlamayman kechqurun.
Boshqa narsa qursam bo'lar-ku o'rniga. Mayli. Ish bola qilmaydi. Bitta lopata yasab oldim. Endi joyimizni ozgina kengaytirishimiz kerak. Chunki nimaga desanglar, bilmayman o'zim ham nimagaligini. Короче, kengroq joydan uy qurishimiz kerak. Ya'ni baza qurishimiz kerak. O'shaning uchun ham mamutlarni ozgina kengaytirib olishimiz kerak. Kengaytirgunimcha sizlar videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Voy! Papas keldi-yu, papas. Qani? Ammo bo'lar. Brat, otib bering. Voy, otib bo'lmas ekan. Davay teparoq balandroqqa chiqib olaylik deb balandroqqa chiqib balonni uramiz. Chiq. Opa. Yaxshi. Yaxshi. Ke. Voy, mana skelet. Skeletga nima bor ekan endi? Yarim kechasi balo va mana ko'ttasi kelib turgan skeletga nima bor ekan? Qaranglar, hatto ochaylik. Bundoq qilamiz. Bo'ldi, menimcha ichkariga chiqira olmaydi-ku. Oldimizga kelgandan keyin men bu bilan urib o'ldirib. Kiralar ekan. Narsalarim qani? Ketdan top kelishimiz kerak. Narsalarim tushib qoldi men bitta. Bo'ldi, bu biratdan qochamiz ozgina, bundoq qilib. Narsalar ichkaridan olib, olib yana tashqariga chiqib suramiz bo'ldi. Bo'ldi, shu oldik. Ke, maymun sifat. Ma. Ke, suvga tushgan suvni xo'rlayman men seni biratishgan. Yo'qki. Ma. Joning qancha sani o'zi, ukam? Bo'ldi, minus. Joningni ham, o'zingni ham tupurdim. Короче, ancha kuchli ekan bular lekin. Qorong'ida keladiganlar ancha kuchli ekan. Bizani mazamizdan ham qo'shib tashlaydi даже. Maraz. Shu mamlaqa orужием ishlaganda bor, o'zim bilardim, mazalarini qo'chib tashladim bor-ku, yo'qol. Skeletni o'ldirishimizga hozir jon kerak bo'ladi. Mayli, davay, bostu. Aka. Davay. Bo'ldi. Bitta ham o'tishga ulgurmadi, gap yo'q, молодец. Hop. Bo'ldi, endi mamni sindiramiz. Oppa, chunki bizga qum kerak bo'lib qolishi mumkin. Chunki joylarimizdan kengaytirayotganimizda yoki devor qurayotganimizda, voy, ana skelet deb o'ylayman bor. Devor qurayotganimizda mashinalardan foydalanamiz. Sразу tars yopib tashlaymiz. Bilib turibman, hozirgacha videoga like bosmagansizlar, kanalga obuna bo'lmagansizlar, shunaqalar bor. Chunki bu video premyera bo'ladi, undan keyin chiqqandan keyin ham ko'rib turaman. Aytaman, like bosishmaydi-da, baribir premyerada 400 ta, 500 ta, даже 1000 tagacha odam o'tiradi, lekin like bosishmaydi. Like'lar 100 ta, 200 ta bo'lib qoladi. Qarang, hozir ham like'lar kam turibdi-da. Davay, hozir o'zida videoga like bosib, kanalimga obuna bo'ling. Men boshimda kravat nima qotdi? What the hell, bro? Ana bo'lib qopti, bug bo'lib qopti qanaqadir. Xo'p, bizda resurslar vobshe kam ekan. O'ylaganimdan ancha kam ekan. Endi biz ozgina resurs yig'ib olishimiz kerak. Resurs yig'ish uchun nima qilamiz? Mana daraxt olamiz. Menimcha kunim ertalabgacha daraxt olish bilan o'tib ketsa kerak. Yana bilmadim-ku. Ko'proq daraxt olay, undan keyin videoni bemalol davom ettiramiz. Короче, men o'zimga anchagina resurslar to'plab oldim va endi uy qurishni boshlaymiz. Ya'ni baza, короче, uy yoki baza, короче, ikkalasidan bittasi. Короче, baza bo'ladi, chunki zombi apokalipsida hech kim uy qurmaydi, baza quradi, ya'ni zombilar kirishiga qarshi yo'q-yo'qlarini himoyalab. Men unchalik qilib tashamayman, uy qurishga harakat qilaman. Короче, bazali uy bo'ladi. Tushundinglar-ku, to'g'rimi? Uncha tushuntirib o'tirishim shart emas, mak qilib. Bo'ldi. Biz hozir mana buni bundoq qilamiz va menimcha mana bu shart emas. Bo'ldi. Bu yog'ini bundoq qilsak, bu yog'ini toshdan qilamiz. Qaranglar, bundoq mana bittadan bo'lsa, 1, 2, 3 ta bo'ladigan bo'lsa, bu yog'ini keyin mamlaqadan qilib tashlash kerak, ya'ni. Bu ismi nima edi? Короче, taxta deymiz. O'zi taxta kurosdan ham bo'ldi. Короче, taxtadan qilib tashlaymiz. Bundoq qilib 2 stak, 2,5 da ron 2 stak chiqdi. 2 stak menimcha yetib qolsa kerak, yana bilmadim. Ba'zan tepasini yopmayman, chunki bu qanaqadir katta devor sifat joy qilmoqchiman. Chiroyliroq chiqadi, uni ichiga keyin alohida uy quraman. Nima deydi, bu baza atrofi o'ralgan joy bo'ladi. Zombilar kirishini oldini oladigan joy. Undan tashqari ichida uycha, yana o'shanga o'xshagan chaylar, qanaqadir ovqat pishiradigan joylar, yana nimadirlar bo'ladi. Lagerlarda ko'rgansizlar-ku, ana kinolarda, tipa o'shanga o'xshagan joy bo'ladi. Menimcha yaxshi chiqsa kerak. Xo'p, ungacha men bilan qo'yib tursak, menimcha uyimiz yaxshi chiqyapti. Uyimiz emas, lagerimiz. Voy, bu yoqlarga yana bloklar qo'yish kerak ekan. Kamlik qilar ekan, ya'ni kichkinalik qilib qolar ekan. Bundoq qilsak, mana mamtlarni buzamiz. Hozir loy qo'yib chiqamiz bo'tlariga. Bundoq qilamiz. Taxta menimcha yetmasa kerak, taxta ko'proq yana olish kerakmi deyman-da. 3 ta bo'ladigan bo'lsa, mana 2-3 mashaqasiga ketadi. Короче, полный masheta lager qilmaguncha video tugamaydi-da. Video tugashi uchun lager qurib bo'lish kerak. Xo'p, mana mamtlardan ham qilsam, bundoq qilib
Yaxshi, men boya olganimiz yetib qoladi deb o'ylayman. Nu, agar yetmasa bilmadim. Yetmay qolsa nima qilamiz? Yana ozgina ularimiz bor ekan, bo'ldi. Короче, yetkazsak bo'ladi. Agar yetmay qolsa, yana olib kelamiz. Nu, oppa. Oppa bu yoqlariga qo'yamiz. Yomg'ir yog'ardi yana birat asabga tegib. O'zi joyida yog'adi-da, yomg'ir постоянный bor-ku, shu yoqmay turgan payt yomg'ir yog'aradi. Bo'ldi. Mana chutki qilib qo'ydim-ku, to'g'ri? To'g'ri. Endi botini ham ulab olamiz. Botiga ikkita i mamatiga tosh qilsak, mana. Bo'ldi, mana chutki. I mashtini olib ketamiz. Kelaylik ikkitadan qilib turaylik-da botini. Chunki nariyog'iga yetmay qolishi mumkin-da, уже tим более yomg'ir yog'aryapti. Bu degani уже dabdala bo'lishi mumkin. Voy, onitlar. Voy, tuman bo'lib ketdi. Yo'q, mamtlar ko'rinmay ketdi tuman bo'lib. Вообще, u cho'ta ana kuchli ekan onasini ham. Bu karta. Oppa. Oppa. Mana ozgina qolmiz. Aytdim-ku, yetmay qolishi mumkin deb. Mana men buni bundoq qilsak, yetishi mumkin. Yo, yetmas ekan baribir. To'g'risi, hammani olib tashirkanmiz. Buni o'rniga tosh qo'yish kerak. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 davay. Bo'ldi shu. Yana ozgina olib kelib, mana shunaqa qilib chiqsak, mana bu uy bo'ladi. Bu yog'iga yana nimadirlar qo'yib tashlaymiz. Bu lager keyinchalik kengayadi. Prosta kengayishi uchun yana ozgina mehnat qilish kerak. Xo'p, yana daraxt olamiz. Sizlar ungacha videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib turinglar. Lekin zombilar meni bezovta qilmayapti hali beri. Nima bezovta qilmayotganini bilmayman-ku. No, hali beri tegishmayapti. Yo'q bo'lib turganlar ham yaxshi hozir lager qurib olganimdan keyin paydo bo'lsa, bilganlarini qilishsin. O'ldirib yuboradimi, so'yib yuboradimi, tutib yuboradimi? Hatto qurib bo'lgunimcha temay tursa bo'ldi. Eng muhimi shu. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz tezroq 50 mingta bo'lishimiz kerak. Etmasam obuna bo'lishmaydi. O'shaning uchun ham aytib turaman, obuna bo'linglar va videoga like bosinglar. Nu, hozircha shunaqa va agarda shu shader ham kerak bo'lsa, ko'pchilik shaderni ham so'rayapti qatdan oldingizda. U ham Telegram kanalimda bor. Shuni ozgina qidirsanglar chiqadi shu shader. Bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p. Biz yana mana buni maydalaymiz. Nima ikkitalik bo'lib qoldi, davay. Menimcha shu lager qurishga yetsa kerak. Hatto yetmay qolsa bilmadim nima qilamiz-yu. Nu, yetadi degan umiddaman. Xo'p, bo'ldi. Biz ham mana bu davay, mana bu polni yopib yuboraylik-da. Keyin ishi qatdan qurishi, nimalar qilishni o'ylab ko'ramiz. Hatto hozircha shart emas, to'g'rimi? To'g'ri. Oppa. 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 Bo'ldi mana. Chutki. Buni hali kengaytiramiz, bu xolvasi. Balki suvni ham ichkariga olib kirarmiz. Tipa qanaqadir qirollikka o'xshatib qo'yamiz. Lager bo'ladi. O'sha lager ichida, короче, yeb ichishga hamma narsalar, bir ekin ekiladigan joylar, короче, hamma narsa bo'ladi. Zombi apokalipsisni ko'rgansizlar-ku. Hech kim ko'chada yashamaydi. Mana shunaqa qanaqadir devorli, mana shunaqa joylarda yashagisi keladi. Shuning uchun ham men ham iminda mana shu lagerga o'xshash mana shunaqa joy qurdim. Mana bu taraf mana uy bo'ladi. Mana shu uyga chiqib ketaverish mana bu yerdan bo'ladi. Bu yoqqa keyinchalik zina quramiz. Zinadan mana shaqasiga chiqib ketib, mana butlarni ozgina tekshirib, yana nimadirlar qilishga kerak bo'ladi. Mana bu tomonidan kichkinagina uy solinadi mana bunaqasiga. Oppa, bu yog'iga ham yopib qo'ysak. Oppa. Mana shu tomon uy bo'lishini, короче, eslatib turadi. Keyinchalik ham esimizdan chiqib qolmaydi. O'shaning uchun ham mana bitta yana bittadan. Bo'ldi, mana moshni. Mana shuncha uy bo'lsa, yetsa kerak-da, yetar ekan. Xo'p, tepasini ham yopamiz. Pastlarini ham bundoq qilamiz. Bu yog'i bittali eshik yetadi. Nu, eshik qo'ymasak ham bo'lardi, nu mayli. Har ehtimolga qarshi eshik ham qo'yib qo'yamiz. Mana shu xona bo'ladi. Bu yoq tomonlari mana bu yerda eshik, darvoza, eshik emasdi, darvoza bo'ladi. Mana tashqarisiga yana nimadirlar qo'yamiz. Zombilar kirishidan asrab turish uchun, zombilar kirib, короче, bizani ataka qilib tashlamasligi uchun va mana bularni ham bundoq qilamiz. Mana konservatsiyasi bo'ladi, to'xtanglar. Yo'q-mo'y, ovqat. Yangicha ovqatlar chiqyapti, obunachilar. Yaxshi. Xo'p, mana bunaqa darvoza qo'yamiz. 3 ta dona, mayli. Ikkitasini ko'chaga qo'ysak, bittasini oppa, uyimizni eshigiga qo'yib qo'yamiz. Lekin anchagina katta chiqdi. Bunchalik katta chiqadi deb o'ylamadim, lekin taxtamiz ham yetdi, eng qizig'i. Oppani, mana chutki. Chiroyligina lagercha bo'ldi. Lekin yomg'ir tinsa yaxshi bo'lar tezroq. Asab ketyapti cho'ta. Bo'ldi. Kelinglar, endi zombilar bilan ozgina shikal qilamiz, urushamiz. Men zombilarni sog'inib ketdim. Nima deydi? Bu karta, короче, zombi apokalipsis, lekin zombilardan xabarim yo'q. Buni qanaqasiga zombilar qayerda? Mendan qo'rqib qochib ketdimi deyman-da, hammasi obunachilar nima deysizlar? Oppa. Mana brat. Bu brat paqillaydi chimlar. Хорошо. Buni ham yo'q qo'rdi bechorani bo'ldi.
tumanligi uchun uncha yaxshi ko'rinmayapti va mana voy. Brat cho'ta men ko'rmayapti, uxlot shekil brat. Nimaga brat shekilli? Ma otsa bo'ladi. Mana buni ham bo'tga qo'yib olaylik-da. Voy. Voy, namichi ko'p bular. Qanaqasi birdaniga ko'payib ketdi? Ke. Voy. Ma. Ke. Ma. Qoch. Jonimiz ham qoldi, ozgina jon to'playmiz. Birdaniga yomon kelib qoldi, lekin hammasi bor-ku. Krisalar. Man. Bu shapkasi bilan urar ekan krisa. O'ldim men. Voy, narsalarim ham ketdi. Voy, borib olib kelish kerak narsalar. Yo'q deydi. Voy, mana shuncha narsam. Voy, hozir minus bo'ladi. Qaysi tomon ketdi? Mana mana shu tomonmidi? Mana shu tomonida adashmasam ham bo'ldi. Ketdi. Ey, mana shuncha narsam. Sekinga ona qolganman mana shuncha narsani qachon? Короче, adashib ketyapman, olish kerak narsalarim tezroq. Voy, men hozir. Qani. Qaysi tomon dedi? Mana shu tomonda? O mana. Olaylik narsalarni tezroq. Voy, olib ketgan qaranglar narsalarim. Davay, olamiz. Buni ham olamiz. Qoch dema menga. Lo'q. Yo'qol. Dema. Bo'ldi, narsalarim qolmadi, menimcha. Bo'ldi, oldik. Qish bo'la qolmadi. Normalniy biza, короче, narsalarimizni sandiqqa qo'yib chiqishimiz kerak ekan. Bo'lmasa, hozir o'lib ketsak, короче, yana narsalarimiz yo'q bo'lib ketishi mumkin-da. Shuning uchun ham bitta sanduqcha yasash kerak. O'sha sanduqning ichiga qolgan narsalarimizni qo'yib qo'yishimiz kerak. O'shanda maqsadiga muvofiq bo'lardi. Hoppani, bo'ldi. Xo'p, bu yoqdan sandiq yasash kerak. Sandiq qani? Mana, bo'ldi, ichkariga kiramiz. Kir. Sanduqni uyga oldiga qo'yish kerak. Uyga oldiga qo'yib qo'ysak, mana bu tomonga hech kim tegmaydi, baribir o'zimiz yashaydigan uy-ku. Mana ovqatlarni qo'yib qo'yamiz, keraksiz bir balo narsalarni. Короче, bo'ldi, biza maqsadimizga yetdik, lagerchani qurib oldik va keyingi videoda ukam bilan birgalikda agarda 50 ming obunachi chiqib bersanglar, uy quramiz. Sizlar bilan birgalikda har doimgidek o'sha bugs bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha like bosib, obuna bo'lmagan yomon bola, короче, obuna bo'linglar.